Assalamu alaikum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi videolarda alışımızdan maksat katyollarımız asta-sekinlik bilan satılıp bo'lmoqda. Tayyor katyollarımız vardı, videolarda qo'ygandik. Maslahatimiz iloji boricha sentyabr, oktyabr oyida katyol olaman deb harakat qilib, avara bo'lib, qistovda qolib ketmang deb video chiqarib o'tirganimiz. Navbatdagi katyolimiz Xorazm viloyati Xiva tumaniga chiqib ketmoqda. Bir telefon qilgan vaqtida 10-15 minutning ichida ishini bitirdik. Xudo xolasa yeltib ketsak bo'ldi. Bu katyolimiz haqida ozmas tushuncha beramiz. Bu katyolimiz uchli qora listadan ishlanadi, rossiyskiy garantiya deb aytiladi. Bu katyolimizni zapravka joylariga, bunkeriga 3 qavat atrofida, ya'ni 120 kg, 150 kg atrofida haka sig'adi. Bu tarafiga 50 kg atrofida yirik ko'mir sig'adi. Bu katyolimiz universal katyol bo'ladi. Universal deganimizning sababi bu tomondan yirik yag'asiz, bu tomondan haka yag'asiz. Bu degani svet o'chib qolgan taqdirda bu tomondan o'tin, ko'mir, libo narsani yaga olasiz. Test qapqog'ini ochib qo'yasiz, universal katyolda shuni aytiladi. Avtomat deganning sababi, universal deganning sababi avtomat orqali bu yoqdan kiradi. Bu joyda yanadi chekkada. Yirik ko'mir bu joyda yanadi. Katyollarimiz 2 bar atmosferaga bemalol chidaydi, knopkalar qo'yilgan. Eshiklarida azbizli shnurlar qo'yilgan. Egilibga bemalol bo'ladi. Miyalardan tushuntirik, ko'rmadan miyasini qiziqadi. Birinchi bu narsani termostat degan narsamiz. Buni xohlasangiz 50 ga qo'yasiz, xohlasangiz 80 ga qo'yasiz. 50 ga qo'ygan vaqtingizda 50 ga chiqqan vaqtda o'chadi. Yana o'zi qo'shadi. Bu degani, bu vaqt degan narsa. E'tibor berib tinglasangiz, birma-bir tushuntiramiz. Vaqtda qo'ydingiz, masalan, 3 sekund ko'mir hayda, 2 minut to'xtab turib vaqt qo'ygan vaqtingizda bu 70 ga chiqqan vaqtida, 70 ga qo'ysangiz, 70 ga chiqqan vaqtida hamma narsasi o'chadi. Bu degani katyol dam oladi degani. Katyol 5 minut bo'lsin, 10 minut bo'lsin kunning issig'ini qarab dam olib turadi. Bu miyamizning hassasiyliklari, ventilator regulyatsiya qila olasiz, bemalol. Necha volt to'q ketib shuni ko'ra olasiz. Restart degan knopkamiz ko'mirni 0 dan haydash, ko'mir yetmay qolishi mumkin, 0 dan yoqqan vaqtingizda ko'mirni haydash, buni motorga hech qanday vaqt aloqasiz bundan harakat bersa bo'ladi bemalol. Bu katyollarimizning komplektida miyasi bo'ldi, ventilatori bo'ldi, motor bir dana, reduktor 2 dana bo'ldi. O degani usilini degani, kuchaytirilgan degani. Yirik ko'mir kelgan taqdirda bemalol yezib o'tib ketadi. Hozirgi kunda komplektlarimizda tayoqlardan qo'shib beramiz mana aka. Telefon qilgan vaqtda tayoq bilan berib deb обязательно esimiz qashlasingiz kerak. Bu narsa unutilib qolsa, lekin tozalash kerak bo'ladi. Katyol tozalamasangiz, katyolning umri qisqa bo'ladi. Bu narsa ko'p ish bajarib turibdi. Ko'p odam shuni unutadi, tozalashni yaxshilab tozalamaydi, yaxshilab tozalamagandan keyin ichida gryaz bo'lib. Katyollarimizning обязательно mo'rlarına kondensat keladi. Kondensat kelgandan hisobidan mo'rni o'tibni qilish kerak. Endilikda xudo xolasa mo'rlarimizdan o'tibni mo'rlardan yo'lga qo'yishni o'ylayapmiz. Ulardan birini qo'shib olsangiz, ondan da nur ustiga alan nur bo'ladi. Kimga shunday katyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mangi shahri ishlab chiqarish korxonamiz kichik zona ichida. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib murojaat qiling. Xohlasangiz uzoqda bo'lsangiz Telegramdan, WhatsAppdan yozing. Shu nomerlarda Telegram, WhatsApp bor.